Assalamu alaykum, Karma Sadası programısının aziz bektiremdirin. Keminat yıllardan sizlerge ali ehtiram. Bugün biz Irak'taki vatanımızga talpinib, ko'z ishini oqqizgan, yuragidagi hasratini sazga tökkan jangovar kompozitorimiz Kuresh Kusan efendimning hayotini tunishtiramiz. Kuresh Kusan. Merhum Kuresh Kusanni eslaymiz. Uyg'ur o'g'loni Kuresh Kusan oxirgi tiniqiga qadar Uyg'urum deb so'zlab, Uyg'urum deb naqsh yangratgan jangovar kompozitordir. O hayotning nurg'unlagan tuz ta'mini tetidi. Ochiq chuchuklarga daxil bo'ldi. Mötüverler sorunlarida izzatga erishdi. Xalqning chavaklari da alqishlandı. Ahiri berib hayotini xalqning ishqida mengib tamomladi. Kuresh Kusan 1959-yili 7-ayning 21-kuni seherda Ürümchida tug'ilgan. Dadisi Sultan Mahmud Qo'zibay ve apsi Tillaxon Saidi şu zamanda Uyg'ur radyo stansiyasida ishlagan. Kuresh Kusanning dadisi Sultan Mahmud Qo'zibay bo'lsa, inisi 1955-yili Sovet ittifoqiga chiqib ketganlik sababidan 1960-yildan boshlab nazorat ostida ishlashga majbur bo'lgan. Keyingi vaqtlarda chet elda tuqqanlari borlar tashviqot xizmati ishlashga bo'lmaydi degan sabab bilan 1963-yili kuchog'i surgun qilinadi. Bu chaqda Kuresh Kusan texi 4 yoshda edi. Shuningdan boshlab uning bolaligi kuchada o'tdi. 1969-yili dadisi Sultan Mahmud rasmiy qo'lga elinib turmaga tashlanadi. Hamda Kuresh Kusan shu yili maktabdan haydaladi. 1970-yili u oilasi bilan birlikda G'uljining Jiliyuzi Cho'lunqay yezisiga berib panohlanadi. Keyincha ular 1974-yili G'uljidan kuchog'i qaytib keladi. Uyg'ur naqshi san'ati gullangan bu go'zal yurtlarda Kuresh Kusanning san'at talantimi birga tavlanadi. Kuresh Kusan kuchog'iga qaytib kelgandan keyin qurilishda ishlaydi. 1977-yili Uyg'ur opera o'mikidagilar o'quvchi elish uchun kuchog'iga borganda Kuresh Kusan naqshi aytishida birinchi bo'lib tanlangan bo'lsa-mu, ammo siyosiy arqa ko'rinishi pak emas degan sabab bilan qaytirib etiladi. Kuresh Kusan shu yili yana Markaziy Millatlar teatri o'mikiga tanlanadi. Afsus, yanada shu siyosiy arqa ko'rinishi sababidan qaytiriladi. Shuningdan keyin Kuchar nahiyalik san'at o'mikida qo'shimcha havaskor bo'lib ishlaydi. Ammo yana shu siyosiy sabablar bilan u yerdanmi qoldiriladi. Qayta kelgan bu alamlardan ko'ngli yerim bo'lgan Kuresh Kusan naqshi aytishni to'xtatib dars o'tishga kirishib ketadi. Yana bir tarafdan rassomlikqa shogird bo'lib rasm chizishni o'rganishga boshlaydi. Kuresh Kusan 1978-yili Kuchar tashqi savdo qarmoqidagi gilam zavodiga kirib ishlaydi. Kuresh Kusan 1979-yili 9-oyda Aqsu san'at maktabining muzika sinfiga qabul qilinib o'qishga kirdi. 1982-yili maktabni bitirib, shu yili maktabda o'qituvchilikka xizmatga tushdi. 1985-yili Ürümchi shaharlik 5-o'rta maktabga yo'tkilib ketdi. Kuresh Kusan 1986-yillardan boshlab televizorlarda ko'rinishga boshlaydi. Bu saçaştın bu levi tanrı kıvınca
çiçekleydi pak sevgi muhabbete. Ömrümüz çiçekleydi pak sevgi muhabbete. Nur tamgan yüzü aydek, evrişim bu yitaldek, evrişim bu yitaldek. Çin şermi hayalı bu, şirin sözleri baldek. Çin şermi hayalı bu, şirin sözleri baldek. Çin şermi hayalı bu, şirin sözleri baldek. Çiçekleydi pak sevgi muhabbete. Ömrümüz çiçekleydi pak sevgi muhabbete. Ömrümüz çiçekleydi pak sevgi muhabbete. Pak sevgi muhabbete. Küreş Küsen 1987 yılı Uygur diyarida tunji qitim o'tkazilgan ishdan sirtqi yosh san'atkorlarning televizorda mahorat ko'rsatish musobaqasida birinchi bo'lib nom chiqardi. 1987 yılı oliy maktabga imtihon berib, Uygur universitetining tarix fakultetiga tanlanadi. Ammo Küreş Küsen san'atni yaxshi ko'rgachga, yanala san'at maktabining muzika fakultetida o'qishni tanlaydi. 1991 yılı 7 ayda maktab bitirib, xizmat taqsimotini saqlaydi. 5 o'rta maktabga qaytib berishni loyiq ko'rmaydi. Shuning bilan shaxsiy ish boshlaydi. Küreş Küsen bu jarayonda ko'zmunchoq, hasrat, echinish, erkek sula namida ünalgı lentisi çıkardı. Küreş Küsen 1995 yılı 10. ayının 25. günü çetelge çıkıp ketişki mecbur boladı. 1996 yılı Küreş Küsen Kırgızistan'a kelip Oygan Türkistan namida 4 kısımlık ünalgı lentisini işleydi. 1999 yılı 12. ayının 25. günü Küreş Küsen Şvitsiyaya keladi. Men vatanimni, xalqimni so'yaman va faxrlanaman. Ammo men vatanni so'ygancha, talpingancha, qonmagancha, aksi holda shumpalak meni vatandan texmo yiroq joylarga opirib tashladi. O Şvitsiyada Uygur siyasi davasının qaynamlarida tavlangan, san'atning yeni bir osminida qushlardek parvoz qilgan edi.
Shvetsiyaning ataqliq muzikanti Ali Molgilning dunyoviy musiqa orkestri bor bo'lib, uning tarkibida Gretsiya, Bengal, Kanada, Meksika qatorliq davlatlardan kelgan san'atkorlar bor edi. Ali Molgil kurash ko'sanning san'at talantini ko'rgandan keyin tezla uni bu o'makka taklif qiladi. O bu o'makka kelgandan keyin kasbdoshlarga Uyg'ur musiqalarini chelishni o'rgatdi. Ular 2003-yili Shvetsiyaning nurg'un shaharlarini aylanib, ko'plagan o'yinlarni qo'ydi. Lut shahrida o'tkazilgan xalqaro naqshi musiqa festivaliga qatnashdi. Hamda bir qitimliq o'yin qo'yish jarayonida Uyg'urcha naqshilarmi bu sahnada yangraydi. Sultan bulup han ötken Uyg'urum sen jahanda Alem şahit bolganti Sen tarixni yazganda Atlandık degan naqshini nihoyatda yuqori sifatli akkordlashtirib naqshi muzikasini oldi bilan dutlarda andin g'arb chalg'ulari bilan o'rinlaydi. Uning Atlandık nomli naqshisi yo'riqqa talpingan xalqning miskin ruhiga nihoyatda kuch baxsh etgan. Bulup han o'tgan Uyg'urum sen janda Alem şahit bolganti Sen tarixni yazganda Sultan bulup han ötken Uyg'urum sen janda Alem şahit bolganti Sen tarixni yazganda Eser adlab manganda Han cemeti Uygur biz Eser adlab manganda Eser adlab manganda Adlandık bir gün o bir cenge Atlansın cengi var marşımız var enge Yansın her yerde Erkinlik meşgili yansın her yerde Yansın her yerde Bulup han ötken Uyg'urum sen janda Oğuz hanlar kudreti Dünyani bir alganda Sultan bulup han ötken Uyg'urum sen janda Kudreti Dünyani bir alganda Buğra hallar şevkti alemge taralganda Han cemeti Uygur
manganda Esir atlap manganda Hancemeti Uygur biz Esir atlap manganda Esir atlap manganda Atlandık biz bugün ulu bir büyük cenge Anlatsın cengi var marşımız bu alemde Atlandık biz bugün ulu bir büyük cenge Anlatsın cengi var marşımız bu alemde Erkinlik meşgili yansın her yerde Yansın her yerde Erkinlik meşgili yansın her yerde Yansın her yerde Yansın her yerde Yansın her yerde Assalamu alaikum aziz qarindoshlar. Men Qutay Kurash. Men bu yil 16 yoshga kirdim va gimnaziyani boshladim. Anamning deb berishicha, marhum dadam kurash kusan tugab ketganda, men anamning quchog'ida faqatla 1 yosh 1 oylik qolganman. Vaqt tez o'tdi ekan. Mana orada 15 yil o'tibdi. Anamның əslimlərindən, albüm, rəsmlərdən, YouTube videolarından dadamның simasını daim izləyimən, görümən, anlayımən. Dadam kurash kusan bütün barlığını öz xalqiga, el vatanga atılğan fidakar insan. Barlıq işlərini el vatan üçün deb bilib obdan işləğən haqiqiy yaxshi adam. Dadamni cheksiz sevishda doim eslayman. Sizlarga ayam, dadam mahridan mahrum yashash bek tas. Bechara anam hammaga chidab, hem ana, hem dada bo'lib, zo'r mas'uliyat bilan meni o'qitib qatoriga ketishga tirishdi. Anamga hurmatda rahmat aytaman. Rahmat canım ana. Thank you, dear mom. Dadam kurash kusanga hem daim rahmat bildiraman. Sevginib eslayman. Her kuni Allah'tan cennet tilib dua qilaman. Dadamning el vatan uchun fidokorlaricha ishlagan xizmatlaridan suyunaman, faxrlanaman, o'rnak olaman. Dadamning iziga, ruhiga varislik qilib, yaxshi bilimlarni ilib, go'zal hissatda yetilib, el xizmatiga yaramli bo'lishga tirishaman. Assalamu alaikum aziz qarindoshlar. Mening ismim Kavsar Kurash. Men 23 yoshga kirdim. Shvetsiyada san'at maktabida rejissyorlik kasbini o'qiyapman. Men 8 yosh vaqtimda ko'z oldimda odam tegib ketgandi. Ammo shu naq maydonda kichik bo'lganken tuzuk tushunmabdi ekan qanchalik cho'ng bir o'zgarish, qanchalik bir cho'nqur o'zgarish bo'lganligini. Hayotimda nima kam bo'lganligini shu vaqtda his qilib ekanman. Ammo hozir cho'ng bo'lib, o'zimni muzikaga qiziqib, not o'qish og'ir kelib, o'ylab ketaman. Agar dadam hayot bo'lgan bo'lsa, belli muzika chalardi yoki menga not o'qishni o'rgatardi deb o'ylaydim. Endi hozir menga shu san'atlik narsa o'rgatgan odam bo'lmasimi? Dadam o'zi yolg'iz yo'lni tepib, tirishib, ko'ngil qo'yib o'rgangan. Men endi dunyoga Uyg'ur kimligini san'at orqali ko'rsatishga tirishib, dadamdek dunyoga iz qoldirgan orzuyim bor.
tolumu əfsus. O aramızdan xuddi yulduzlardek vaqitsiz saqıp ketdi. 2006 yılı 10. ayının 29. günü Küreş Küsen hayatının en ahırkı bir gününü yaşap, keşki quyosh bilan tang qora tuproqqa bosh qo'ydi. Bu chaqda u amdila 47 yoshda edi. Küreş Küsen san'at xumor inson edi. U xalqni so'yatdi. Xalq bilan o'xshash tuproqqa dassab, o'xshash havoda birlikda nafaslanishni orzu qilatdi. Nihoyatmu jiroqlarda qolgan vataniga talmurib ko'z yish qilatdi. Yuragidagi hasratlarini sozlarga to'katdi. Pig'oni o'rligan, qalbi jarohatlangan chog'larda dutlar bilan mungdishatdi. Xalq naqshlarini aytib, seg'inishiga malham izlaydi. Küreş Küsen şahsiyetsiz insan idi. Umumning menfaatini o'zining menfaatidan ustun ko'ratdi. Xalqning dardiga darmon bo'lish uning istigi edi. Küreş Küsen so'zdan yanmas, yo'ldan taymas er edi. Küreş Küsen o'z xalqi bilan birga güzel arzu armanlarga ve ko'zlagan manzillarga yetish uchun qo'lidan kelishicha tirishchanlik ko'rsatdi. Va qadrdon Uyg'ur o'g'li Küreş Küsen shu ulug' yo'lda sharaflik va qimmatlik hayotini oxirlashtirdi. Men tutar bilen tunuşkan aşığı sazendim. Men tutar bilen tunuşkan aşığı sazendim. Şu tunuşkanim bilen daim şu ota köyümen, daim şu ota köyümen. Şu tunuşkanim bilen daim şu ota köyümen, daim şu ota köyümen. Küreş ölüptü dese kim işinidu? Men ölüşüm tabii. Ama Küreş ölmeydi. O mengü davamlaşıdı. Ecdatlarının izinden lanmay durup, kısas üçün hancerini almay durup, armanlarım emelge aşmay durup, mini öldü demenlay ademler. Men ölmedim ölmeymen, ya ölmeymen. Men ölmedim ölmeymen, ya ölmeymen. Kök bayrağını vatenge asmay durup, düşmanlarını tamamı atmay durup, azadlığının tanrı atmay durup, mini öldü demenlay ademler. Men ölmedim ölmeymen, ya ölmeymen. Men ölmedim ölmeymen, ya ölmeymen. Küreş Küsen muhabbetni, hayatni kızgın söyletti. Ama onun yüreki çankıgan, kurugan idi. Ecdatlarımız hayat tepişmek, ölüm aşkara diyen iken. Onun hayatı quyoşdek roşan,
Kök osmondek uçuq edi. Faqat o'limi tepishmoqdek sir bo'lib qoldi. Aradan 15 yil o'tib, uning simosi aslimizdan xiralashgan kunlarda uning bilan g'oyivona didorlashayotgan mushu minutlarda uning ruhiga Allohdan jannat tilaymiz. Küreş ölmeydi